Düşmanları kayni-kaynidan bastırıp kelishga boshlaydi. Bahubali bilan Katobbo o'z davlatidan kelgan lashkarlarning yo'l bo'yi charchab, usab ketganini ko'zda tutib, Kuntayan davlatining eng cho'ng suv qurilishini chugib tashlab, suvni quyib, lashkarlarning ugi-ugilariga olib o'tdi. Bidre, osam tutganma avtosma, chiqib o'timizda bir chiqib o'tadigan shu amki. Hech qisi yo'q. Takalluf qilmang. Bu mening qilishga tegishli ishim. Gap tushunamsiz yo quloqni kirjiqmi? Tosma davatime tosma. Yo'q, bu osma emas. O'zimning qish tabiiy shundoq. Ma balık biringlar gap tushunsanlarchu. Shoyim, ranjimisizlar. Maqsadini men tushuntirib qo'yay. Bu balning demoqchi bo'lgani singlingni olma deydi. Bo'pti, singlimni bersam o beray. Biroq qarsam senmi shosh balida qilib tursa, shunga burunqi qushqashlaringni yig'ishtirib etsang bo'larmiki? Podshoning gapi tugmay turibla, Bahubalining burunqi qushqashlaridan huchur kelishga boshlaydi. Oy. Hey. Nima huchurki? Opla. Obey Zeyma deydi. Ha? Opla. Nima dedingiz? Namussiz. O'ylamabdim. Bundaq odam ekanligingizni. Undaq demang jinim. Men bu qizga fasola deb qo'ydim. Sen zodi kim? Rostingni ayt. Darg'azabga kelgan Sharvonaxon yurikinga o'timni salay deb Bahubalining kiyimini kuydiribdi. Bu chaqda Bahubalining chechidan boshqa hammasi kuyib, maytsidga aniga oldirmagan Marks ko'rinib qoldi. Mana ballar, bu shapaqchilar jamiyatining faxriy raisi. Fizikani qo'ngning qirg'ilmaydigan Hindiston xonadonligini ta'sirlantirgan 10 yoshning biri. Hozirgi g'azab qo'li bo'layotgan bola Bahubali. Bu gaplarni anglab, hammaylam Bahuga hurmat bildirdi. Amaliyotda Bahubaliga xon valididan uchur kelgan bo'lib, malikani tutib akilishga buyurgan edi. Bahubali Sharvonaxonga o'zining onasining hargizmi xato qaror chiqarmaydiganligi, uning bu qarorida cho'qim bir o'xshmaslik borligini, biz kichik bo'lgandan keyin oldiga berib kichik fe'llik bilan kechirim so'rab qo'ysak, hamma ishga salovat bo'lib ketadiganligini aytdi. Sharvonaxon Bahuning taklifiga qo'shildi. Birlikda Hindiston xonadonligiga qarab safarga chiqdi. Bahubali shunchalik kuyimjon bo'liki, opsini yerda mang'uzib, xotinni do'lisida mang'uzatdi. Hey nadam Bahubali. Langmallikda dastlab chiqsa bugun do'langa, ikkini tug'ib sakrab chiqdi, at kallanga deganni anglamabsan-kanda. Bular safarga o'ngishliq chiqib oladi. Malika Sharvonaxon bo'lsa, yo'l bo'yi "Ladigo" desa "Ladigo" etib, bir obdan tinish dengizdan to'lqin chiqarib, Bahubali bilan plang o'ynag'is ketdi. Bahubali bo'lsa, "Kaizokoni, oriva naru" deb Sharvonaxon bilan Falakning cho'qqisiga chiqdi. Mana paraxtlar ushdi. Ayron bo'lma ko'rganlaringdan, chunki bu Hindiston filmi. Ular o'ngishli qoldi Hindiston xonadonligiga kelib, xon validi bilan ko'rishdi. O'zining asli Bahubaliga emas, Baladivaga xotin bo'lganligini bilgan Sharvonaxon zuvoni ichilib ketdi. Nima da'vatsiz? Xohlagancha uningdan elib buningga berdigan nasllik qala deb qoldingizmi? Menga javuldigidek bo'ldingmi? Ikki putangni bir o'tak tiqib etimi? Sizlar xatolashdinglar. Hindistonda o'tak nima ish qilsin? Hammamiz yalong oyoq yurimiz-ku. Emisi mo'misini ko'zi ko'ztivasin. Ana, uning mo'misi kichik vaqtida tugab ketibdi-ki. Maqsadga kelsak, ma xotinga men va'da berib qo'yibdim. Erkek bo'lgandan keyin va'damda turma. Bu xalqning orzulab baqqan qizi, xohlagancha urib tillaydigan onamizning haqqi yo'q-ku. Bolasining bu umrda tunji qitim o'ziga gap yontirganligini anglagan Validaxon qattiq cho'chib ketdi. Fursatning pishib yetganligini bilgan Pakmaya ichitqu zavodining changjangsi Jaladiva xon validining yiniga keldi. Ammo men chidamadim jima ma gapga. Demadim ma kelin degancha mushunda narsa o'g'lining beshini aylantirib etdi. Ey, nomuse o'zing nima qilmadi? Men bo'lsam millatli bo'laman edi. Bahu, oshta qilsang bo'lamda, osonda baxtima seni, ey. Soğuq qanliqni ömürdə qilib baxmagan bu xotun ayajonlanib ketib, Bahubaliga yo taxtinga tur, yo xotinga tur deb tahdid soladi. Bahu bo'lsa, mana bu yenimdagi xotun mening taxtim ham mening baxtim deydi. Bu gaplarni anglagan xon valida, "Amsi sen osh taxtingning ustiga chiqib o'tda, men bugundan boshlab Bala divoni podshoh qilaman, sen song'un bo'l" deydi. Hamda Bala divoning taxtga o'ltirish murosimini intoyin dag'dug'liq qilib bermoqchi bo'ladi. Davomini ko'makchi bo'lsangiz Pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpat yizig'liq. Bir qo'y to'lab ko'ramishdi. Qovg'amni egib. Tfi!